ikkita diplom bor odam ham bunaqa oylik olmaydi. Noldan ochilguncha $400,000 sal ko'p ketgan. Eng zo'r kuxnya, eng mazali, eng ko'p ovqatlar Xorazm kuxnyasi. Eng oddiy oshpaz, eng oddiy 9 million so'm oylik oladi. Restoranda ishchi xodimlar baribir tizim yaratmasa, o'g'irlik, aldashlar bo'ladi. Toshkentda Manman degan restoranlar ular qilgan savdoni qila olmaydi. Qanday ochishdan olinadi? Bir marta ham o'xshamasachi degan narsa bo'lmagan. G'imjima shashlik retseptiga bitta mashinani puli kirib ketdi degan videoingizni ko'rgandim. Bir kunlik ishlatilgan go'shtni 50% Xorazmdan keladi. Bor bit deganda bilamiz. Xorazm baliq emas degan. Bir kunda bizada 20 millioncha mahsulotlar uchun pul ajratiladi. Ovqat narxini 35%, maksimum 35% tashkil qilish kerak. Bir yilning ichida даже 3 marta narxlarni o'zgartirdik. Bu degani arzonlanmadi, oshdi. 80% odam chivib beradi. Yangi hech nima bilmagan hech kimga kerak emas. Buni уже kasb deb qarash kerak O'zbekistonda. 5 ta bolani bilaman, kuniga 1 million so'm ketmaydi. Уже bitta kelgan odam bizada har doim doimiy mijoz bo'lib qoladi. Restoran biznesida birinchi 3 yilda 60% ga yaqin restoranlar yopilib ketar ekan. Assalomu alaykum hammaga. Pulli gap Talks navbatdagi soniga xush kelibsiz. Mening ismim Artur Kazakov. Navbatdagi mehmonimiz Xanate restoran asoschisi Faxriddin aka Atamuradov. Assalomu alaykum Faxriddin aka. Alaykum assalom Artur, yaxshimisiz? Qalaysiz? Men ismim Faxriddin, Xorazmdanman, tadbirkorlar oilasida tug'ilganman. Yoshligimdan shu oilaviy ota-onam oldida biznesda katta bo'lganman. Shu institut tugatgandan keyin davlat ishlarida ishladim, soliqda ishladim. Keyin baribir shu biznes ota kasb tortdi. Keyin shu o'zimiz yoshligimizdan kafemiz bo'lgan, do'konlarimiz bo'lgan. Shundan keyin Toshkentga ko'chib kelganman, Toshkentda yashayman o'zim. Keyin oxiri o'zim yana o'zimga yoqadigan ish qilaman deb shu Xanate restoranga asos soldim. Mana xudo xolasa 1 yil bo'ldi. Xanate restoran ochilganiga ham Toshkentda premium oilaviy restoran, Xorazm va Yevropa taomlari bizda asosan shu menyumizda. Mana Toshkentda poytaxtda raqobat kuchli joyda nimaga aynan Xorazm kuxnyasi bilan kirib keldingiz? Boshqa umuman turk emas yoki Yevropa taomlari emas, Yevropa taomlari ham bor. Asosan endi Xorazm kuxnyasi bilan kirib keldingiz va Xanate. Nimaga Xorazm kuxnya? O'zim Xorazmliman. O'zim asli gurmanman, ovqat yaxshi ko'raman. Libo kuxnya ovqatni yeb ko'rganman. Turk kuxnyani ham yaxshi ko'raman, o'ziga yarasha, gruzin kuxnyani ham, boshqani ham. Lekin O'zbekiston bo'yicha libo joyda bu gapni aytganman, hozir yana aytaman. Eng zo'r kuxnya, eng mazali, eng ko'p ovqatlar Xorazm kuxnyasi. Hozir Xanatening o'zida bir 50 xil ovqat bor. Bu xoli bizning ovqatlarning 10 dan biri. Xamir bo'yicha ham, go'sht bo'yicha ham, osh bo'yicha ham Xorazm ovqatlari juda zo'r. Chempion desa ham bo'ladi. Shuni targ'ib qilmoqchiman. Odamlar bilsin. Masalan, Toshkentda Xorazm kuxnya desa biladi hamma. Balig'i bor, tuxumbaragi bor. Shunaqa endi bizda tuxumbaragani znamiti hamma biladigan asosiy ovqatimiz deb o'ylaydi. Yo'q. Bizda kechirasizlar, tuxumbaragdan tashqari xamir ovqatni bir o'zi 100 xili bor. Tuxumbarag xamir ovqat desak, o'sha uchun men Xanate qo'ygan sababi xonlik. Xorazm kuxnya ochamiz, remont boshlandi, nima nom qo'yamiz? Nima nom qo'yaman? O'tirib, undan so'radim, bundan so'radim. Keyin xonlik, Xiva, shunga yaqin ism qidirdik. Bor, boshqa restoranlar ochilgan. Xivani o'zi patentlab bo'lmaydi, chunki nom keyin oxiri xonlik nima desam? Xonlar, xon kafe, xon restoran yozib shu yozib turganda tog'aynim bilan sinfdoshim bor, shunga yetganda u yozib, "Davay Xanate." Keyin qarasak, o'zbekchasi xonlik, ruschasi xanstvo, shuni inglizchasi xanet. Xanati deymiz, endi o'qilganda xanet bo'lib o'qiladi. Keyin boshqacha. Xudo xolasa endi chet elda ham ochish planlar bor. O'zi shunaqa ism tanlamoqchi edik. Boshqa davlatda ochsa ham bemalol odamlar tushunadigan. Masalan, bitta joyga borsa, sushi yo Yaponiya kuxnya desa bo'ldi, biladi Yaponiya kuxnyaligini. Shu Xanate, bu inglizcha biladigan libo odam. Bittada o'qiydi xonlik. Значит, Xanateni ko'rsa, Xanate restoran bo'lsa, xonlik. Shu O'rta Osiyoning kuxnyasi deb o'ylaydi. O'sha uchun Xanateni qo'yishimiz ham shu, Xorazm kuxnya qilishimizdan maqsad, masalan, vodiyda asosan osh. Yana bitta ikkita ovqati bor, vodiydan bo'ldi. Sirdaryoda ham Chinozda baliq. Jizzaxda ham o'zi tandir somsasi bilan mashhur. Samarqandda ham o'ziga yarasha bitta ikkita ovqati bor, mashhur ovqatlarida. Buxoroda mana g'ijtivon bor, olat somsasi bor, vag'urim oxirgi paytlarda, osh amiri o'zlarining oshlari bor. Xorazmni ham hamma biladi, shu tuxumbarag 2-3 ta ovqat. Yo'q, unaqa emas.
ya'ni spisga qilsa ham, solishtirib ko'rsa ham Xorazm kuxnya juda ancha boshqacha. Man o'zim Xorazmlik bo'lib, shu toshini 15 yoshimda yeb ko'rganman. Urganchda katta bo'lganim uchun Xivada o'qiganimda 15 yoshimda yeb ko'rganman. Keyin o'shandan keyin eng yaxshi ko'rgan ovqatim shu tosh bo'lib qolgan. Shiv toshi o'zi pastalar menimcha shu toshidan olib keyin o'g'irlab qilishgan bo'lishi mumkin. Shiv toshi liboy pastadan ham shirin. O'zi shunaqa har bitta joyida o'ziga xos taomlari bor. Xorazm ichida ham, ya'ni har bitta tumanda o'zi qilinadigan, boshqa tumanlar bilmaydigan o'zini taomlari ham bor. Masalan, xom go'sht ko'pchilik biladi. Xom go'sht desa ijjon deydi. Ijjon Xorazm ovqati o'zi aslida Xivada xonlaygan. Xonni ovqati bo'lgani uchun Xivaliklar bizning ovqat deydi. Nomi ham ijjon emas, Xiva ijjon. Masalan, keyingisi Qo'shko'pir, har bir rayonni o'zi, masalan, Gulanda patir, o'ziga yarasha patiri bor. Gullanni go'shtli issiq u ham boshqacha. Xonqada ham masalan durvadik deydi. Har bir rayonimizda o'ziga yarasha bir boshqacha ovqatlari, o'ziga xos ovqatlari bor. O'ziga xos ovqati bor. Xanate restoraniga birinchi boshlang'ich investitsiya qancha bo'lgan va u pulni qayerdan olgansiz? Xanate restorani birinchi investitsiya o'zi bu joy arendaga olganmiz. Pustoy joy bo'lgan. 7,5 oy remont qilganmiz. 7,5 oydan keyin ochganman. Unda общий remont noldan ochilguncha $400,000 sal ko'p ketgan. Bu investitsiya o'zimizni oilaviy. Shu investitsiyangiz endi qancha vaqtda o'zini oqlaydi deb o'ylaysiz? O'zi umuman restoran biznesida investitsiyalar umuman restoran o'zini o'zi oqlashiga qancha vaqt ketadi? O'zi restoranda O'zbekiston sharoitida restoran biznesi o'zini oqlashiga 3-4 yil. Xudo xolasa biza o'zimiz plan qilganmiz. O'zimiz plan bo'yicha shu marketing, sotuvlar shu bo'yicha ketsa, xudo xolasa 2 yil, 2,5 yilda uzoq oqlashi kerak. O'zi biznesga qanaqa kirib kelgansiz? Boshlang'ich xatolaringiz, qanaqa moliyaviy xatolar qilgansiz endi kirib kelganingizda, yoshligingizda masalan? Biznesda endi bundan oldin Navoiyxona ochganman Xorazmda. Do'konda ishlaganmiz, o'zimizning o'sha kafemizda ishlaganmiz. Hech kim xatosiz biznes bo'lmaydi. Imенно restoran sohasiga bog'lasak, birinchi kafe ochganimizda shu daraja hali nima bo'lmaganki, har bir ofisant sotganda o'sha paytda 3 ta ofisant bo'lardi. Hamma o'zi sotgan savdosini cheki ham o'zida turgan. Kechqurun olganmiz. Sen nima sotding, nima sotding? 2-3 kun shunaqa bo'lgan, tushunmaganmiz. Keyin kassaga o'tkazganmiz. Kassada o'tganda ham qaysidir ovqatlar ichkaridan nechta sotildi, bu yoqdan bizda uchot bormi, yo'q, sekin-sekin shu xatolarni o'rganib. U degani o'sha sotilgan narsalar sonda to'g'ri chiqmasligi yoki masalan o'g'irliklar bo'lishiga ehtimoli oshadi, unda to'g'rimi? Albatta, biznesda, restoranda ishchi xodimlar baribir tizim yaratmasa, o'g'irlik, aldashlar bo'ladi. Boshida ham bizdan bo'lgan. Shu endi u kafe edi, u paytda restoran emas. Sonini, kelgan mahsulotni, qancha keldi, qancha rasxod bo'ldi. Boshida shu 3-4 oy tushunmay ishlaganmiz. Keyin sekin-sekin xatolar ustida ishlab, o'rganib, tizim yaratishga harakat qilganmiz. Hozir e'tibor berdim, kafe restoranida degan narsani kiritdingiz. Jahongir Otajonovdan bitta gapni eshitgandim. Xorazmda restoran kam degan. O'sha savolim o'sha kafe bilan restoran farqi nimada? Masalan, qanaqa standartlar bo'lishi kerakki, kafe restoranga o'tish uchun? Yo'q, Xorazmda restoran yo'q degan emas. Ancha kuchli restoranlar bor, o'ziga yarasha. Toshkentda Manman degan restoranlar ular qilgan savdoni qila olmaydi. Sig'imi bo'yicha ham, savdosi bo'yicha ham, marketing bo'yicha ham ancha kuchli restoranlar bor. Xorazmda endi to'g'ri kafe bilan restoran farqi ancha katta. Servisda, u yoqda yaratilgan tizimda, ovqatlarda ham, podachasida ham unda sanab o'tsa juda ko'p. Lekin Xorazmda men biladigan 4 ta 5 ta top restoranlar bor. Intervyuga kelishdan oldin statistikani bitta ko'rib chiqdim. Restoran biznesida birinchi 3 yilda 60% ga yaqin restoranlar yopilib ketar ekan. Sizda restoran biznesiga kirishdan oldin, restoran ochishdan oldin shunaqa qo'rquv bo'lmaganmi? Restoranlar yopilib ketish haqida o'zim ham bilaman, lekin o'ylab ko'rdim. Yaqinda ham o'yladim. Hozir yana keyingi filiallarni ochish bo'yicha sal bosh qotirib turibmiz, qiziqib, shu bo'yicha qanaqa bo'lar ekan, arendasi mana bunaqa ekan. Keyin o'ylabman, qanday ochishdan oldin bir marta ham o'xshamasachi degan narsa bo'lmagan. Allohga shukr, rizq Allohdan. Albatta o'xshaydi, juda nimadir ish qilaman desam, albatta qilaman. Qanaqa yo'l bilan bo'lsa ham o'zim xohlasam bo'ldi shu ishga erishmasdan qo'ymayman.
O'shaning uchunmi bilmadim, boshida yurmasachi qanaqa bo'ladi degan nima menga o'ylamagan ekanman Xanati bo'yicha. O'zi restoranlar bo'yicha, ishingiz bo'yicha yangiliklar qilib, unga qiziqib, har doim rivojlanishingizni bilaman. Yaqinda bitta videoyingiz ham mashhur bo'lib ketdi. Bitta retseptga, g'imjima shashlik retseptiga bitta mashinani puli kirib ketdi degan videoyingizni ko'rgandim. Bu qancha kirib ketdi? Qanaqa bo'ldi u retsept? Shani biz bilan bilsangiz. Bu g'imjima degani masalan har bir viloyatni o'zini hamma taniydigan ovqati bo'ladi. Masalan, Buxoroda g'ijduvon shashlik bo'lsa, Xorazmda asosan Urganchda g'imjima degan shashlik bor. U bitta joyda qilmaydi, ko'p joyda qiladi. Hamma o'zini bilgancha retsept bo'yicha qiladi u narsani. Eng zo'r ikkita odam qiladi Xorazmda, Urganchda asosan shuni. O'shalar shu paytgacha hech kimga bermagan retsept. Shu bo'yicha biz o'zimiz ilojini qilib, yo'lini qilib o'sha retseptni olganmiz. Haqiqatdan bir mashina puli to'langan. Chunki o'zim student bo'lganman, 2008-yil kelganman Toshkentga. Kimdir kelsa yo tog'ga chiqsa, yo ulfatlar bilan yig'ilsak, o'tirish bo'lsa, albatta o'sha Xorazmdan, o'sha shashlikdan olib keltiramiz. Har doim olib keltirib, tog'ga ketsak ham yo uyda nimadir qilsak ham, o'shani olib keltirib yeganmiz. U eng ya'ni Toshkentda yashaydigan xorazmliklar uchun eng zo'r yechim bo'ldi. Shuni o'zimda ham shu oldindan bo'lgan. Shuning uchun o'sha retseptni olib kelganman. Birinchi restoran Xanatidan oldin u retseptni gaplashganmiz. Sababi boshida shashlikxona ochaman dedim. O'sha g'imjima deb, Xorazm shashlik deb, keyin Toshkentda o'qisayin, masalan, nimaga Xorazm shashlik deb qiziqib ko'rib ko'radi deb. Faqat Xorazmdan eng zo'r shashliklardan qo'yib, asosan g'imjimani birinchi o'rinda qo'yib ochmoqchi edim. Keyin o'sha joy qarab yurganda, arendaga joy qarab yurib, kattaroq joy chiqdi. Men xohlagan joydan o'sha Ko'kcha, Nurafshon tomonidan birinchi shashlikxona ochaman endi. Asosan zo'r shaharda zo'r shashlik o'shatdi. Men ham o'shaga yonga ochaman, zo'r qilaman dedim. Joy qarab yurganda sal zdaniyalar kattaroq kvadratura chiqardi. Keyin lutchi restoran qilsamchi dedim. Keyin restoran qilaman deb harakat qildim. Keyin tochkalar, yaxshi tochkalar chiqib turibdi, qimmat. U joyda o'rtacha restoran bo'lmaydi. Bo'ldi, bo'lmasam hozirgi joyni tanladik. O'sha payti keyin bu joyda endi oddiy qilsak bo'lmaydi. Chunki sechik baland bo'lishi kerak. Arenda qimmat, lokatsiya qimmat. Bo'ldi deb o'shuning uchun premium restoran qilishga qaror qilganman. Demak, o'sha g'imjima retsepti sotib olingan. Sotib olingan. Keyin boshida planda o'sha anaqa shashlikxona ochish. Asosan shashlikxona bo'lgan. Bir 5-6 xil, 10 xil shashlik, bitta tuxum barak, ana sho'rva qo'yaman. Faqat shashlikxona kelib tez ovqatlarni maza qilib ovqatlanib ketadigan, ulfatlar bemalol keladigan joy qilaman degan plan bo'lgan. G'imjima o'sha shashlikning anaqasi go'shtini oldin Xorazmdan olib kelishardi. Men o'zi bilaman, Xanatida ham boshqa ko'pchilik joylarda ham baliqni, go'shtni Xorazmdan olib kelishadi. Buning sababi nimada? Bizada Xanatida ishlatadigan, bir kunlik ishlatadigan go'shtni 50% Xorazmdan keladi. Har kuni samolyotda oldiramiz. Chunki oddiy restoranda emas, biz student payti ham Xorazmning Toshkentda yashaydiganlar 100% xato bo'lmasa 90% aniq Xorazmdan go'sht olib keladi. Uyda yeyish uchun ham. Bizning go'sht ancha shirin. Xorazm go'shti bitta yeganda biladi, Xorazm go'shtimi deydi. Bizga kelgan odamlar ham asosan Xorazm kuxnya ovqatlariga, o'sha g'imjimaga, shashliklarga Xorazmdan go'sht keladi. Sababi biza shu Xorazmliklar baliqimiz ham juda shirin. Masalan, Chinoz baliqi deydi, qayerdadir, masalan, Betonkada bir ikkita baliqxonani aytishadi, zo'r deb. Bor bitta yeganda bilamiz, Xorazm baliq emasligini. Biz endi shu joylashuvimiz shunaqa. Shunga nisbatan menimcha bizdan bir xilda sho'rdan deydi. To'g'ri, sho'rligi ham bor, suvni bizning yerimizni. Lekin bizning suvlarda ko'p vitaminlar bor deb aytishadi. Shuni hisobiga baliq shirin. Go'shtlar ham. Tirik paytida marinovka bo'lib turgan bo'lar ularning go'shtini. Keyin o'sha har kuni Xorazmdan go'sht oldirish samolyotda qimmatga tushmaydimi? Yo'q, qimmatga tushmaydi. Chunki shu yo'l puli hammasi bilan, samolyotga kelishi bilan Toshkentda oladigan, yaxshi bizaga to'g'ri keladigan go'sht oladigan bilan bir xil narxda bo'ladi. Shu narxga bizaga Xorazmdan keladi. Endi sal qimmat bo'ladi, to'g'ri. Lekin biz ham shunga yarasha ovqatlarning narxini belgilab chiqqanmiz. O'zi bir kunlik yoki umuman bir oyda mahsulotlar uchun qancha sarflanadi? Oddiy restoranda, masalan, o'rtacha restoran deylik, sizni restoraningizda, Xanatida qancha sarflanadi? Bir kunda yoki bir oyda mahsulotlar uchun? Bir kunda bizada
20 millioncha shu mahsulotlar uchun pul ajratiladi. Endi u qolgan o'rtacha deganda qaysi restoran qanaqaligini bilmayman. Именно bizada bir kunda 20 million, 15 milliondan 20 milliongacha shu именно mahsulotlar uchun ajratiladi. U degani sizda har doim qo'lingizda naqd pul bo'lishi kerak. Albatta. Hozir Xanatida eng ko'p sotiladigan yoki eng ko'p foyda olib keladigan ovqatlar yoki menyudagi narsalar qaysilar? Xanatida eng ko'p sotiladigani birinchi o'rinda g'imjima, ikkinchi o'rinda 3 kunlik pomidor o'zimizni, uchinchisi tuxumbarak. O'zi restoranda foyda marjasi qanaqa bo'ladi? Har bitta ovqatdan foyda ko'riladi? Har bitta ovqat uchun hisoblaniladimi cost yoki umumiy bir oylik xarajatlarni bo'lib yuborilib hisoblanadi? O'zi restoran sohasida qonun bo'yicha har bir ovqatni себестоимоzni, masalan, ovqat narxini 35%, maksimum 35% ni tashkil qilish kerak. Lekin bu narsa har bir ovqat, masalan, qaysidir ovqatimiz bor, masalan, 80 ming so'm tan narxi tushsa, uni maksimum 150 ming sotamiz. Bir baravar ko'p sotasiz, 2x qilib sotasiz, unaqa 35% ga tushirib, uni 250 ming tortmaydi. Bir xil narsalar, choy masalan, bardagi narsalar, non, choylar 1 ga 5. Qaysi narsalar 1 ga 1 qo'yiladi. Shuni hisobga balans beradi. Общий оборотga qaraganda shu 30-35 ja oshsa 40% dan oshmasligi kerak. Xanatida narxlar sal balandroq deb aytishadi. Bu narxda mijozlarni doimiy ushlab turish qiyin emasmi? Yo'q, bizada bozorni o'rganib chiqqanmiz, o'zimiz bilan bir xil nimadagi restoranlarni o'rganib chiqqanmiz. Narx hech qanaqa qimmat emas. Endi ko'pchilik o'zim ham tanishlarim Xorazmga borsam aytadi, restoran qimmat deb aytishadi, 2 kishiga palon pul bo'pti deb aytishadi. Yo'q, unaqa emas. Kim aytdi? Qani borganman? Ko'pchilik aytdi, unaqa gap yo'q. Kecha ham Xorazmda bitta yaqin og'aynim bor. Ham 20-30 yillik tadbirkor. Birinchi marta kelolman, 1 yil deganda keldim dedi. Oilaga kelgan ekan. Qalay desam, yaxshi maza qildim. To'g'risi, Xorazmda ham unaqa maza qilib yemagan ovqatlar, juda shirin ovqatlar. Ko'pchilik aytadi, Xorazmda ham ochsanglar bo'lar ekan, Xorazmda ochsanglar bo'lar ekan. Aytibdi, qanaqa desam, o'zi aytib qoldi. Narx zo'r deyapti. Nimaga unaqa deyapsan desam, kim aytsam, so'rasam, yo'q, qimmat deb aytadi. Unaqa emas, hozir endi shu 1 yil bo'lgan bo'lsa, 1 yilning ichida даже 3 marta narxlarni o'zgartirdik. U degani arzonlanmadi, oshdi. Oxirgi o'zgarishlarda shu Euro standart bo'yicha ishlayapmiz, uslugani olib tashladik. Ofitsiantlar yaxshiroq ishlash uchun, o'zining ustida yaxshi ishlab, yaxshi xizmat ko'rsatish uchun, yaxshi ishlasa, yaxshi xizmat ko'rsatsa, chivi yaxshi bo'ladi. O'ylab ko'rsam, 1 yilning ichida 3 marta narxlar o'zgargan bo'lsa, hozir ham o'sha bizdan har doim keladigan klientlar 1 marta ham narx bo'yicha muammo qilmagan. Chunki endi yaxshi narsa qilgandan keyin, yaxshi mahsulot ishlatilgandan keyin уже narxi ham shunga yarasha bo'ladi. Hozir shunda chivili sistemaga o'tilyapti, to'g'rimi? 100% o'tganmiz, usluga yo'q hozir. Ovqat narxi necha pul bo'lsa, menyuda shu bo'yicha to'lov qiladi. Qolgani ofitsiant o'zi xizmatiga yarasha pul oladi. Bizda o'zi qanaqa uni madaniyati, chivi madaniyati menimcha yaxshi shakllanmagan bo'lsa. Ya, уже Toshkentda yaxshi. 70-80% odam 80% odam chivi beradi. Yaxshi, buncha ko'p deb o'ylamagandim, lekin chivi qoldiradigan odam bizda hali rivojlanmagan deb o'ylagandim. Yo'q, yaxshi. Bizda yaxshi ishlaydigan ofitsiantlar ko'p odamga misol qilaman. Student ko'pchiligi yoki o'zim tanishlarim ish so'raydi. Mana marhamat, normalniy yoshda ofitsiant bo'linglar deyman. Yo'q, ofitsiant oddiy bir martalik vaqtinchalik ish deb qarashgan. Oldin shunaqa bo'lgan. Sababi student kimdir ish bilan kelgan payti o'qigan, chet elga borgan vaqtincha ish unaqa emas. Hozir men o'zimda 5 ta bolani bilaman, kuniga 1 million so'z ketmaydi. U degani oyiga 30 million pul topadi. Ishxonasi aniq, ishi aniq, zo'r ish, kulib odamlar bilan muomala qiladi, har xil tanish orttiradi. Ovqati bizadan, hamma narsasi issiq joyda ishlaydi. Bir oyda 30 million puli bor. Bu degani yaxshi joyda o'qib, 2 ta diplom bor odam ham unaqa oylik olmaydi. Kamdan kam oladi. Bir 5% olmasa, 95% diplom bor odam unaqa oylik olmaydi. Hozir biz shu bo'yicha yangi proyekt qildik. Xo'rik akademiyasini tashkil qildim. Bu restoran egalari uchun. Restoranga tizim qurib berish. Shu boshqaruv bo'yicha menejer, hostes, ofitsiantlar bo'yicha обучениялар qilamiz, kassa bo'yicha, bar bo'yicha, kuxnyani audit qilib,
restoran kamchiligini to'g'irlab tizim yaratib beramiz. Shu bo'yicha tizimni qo'yib, onlayn dasturdan berib ketamiz. Restoranda tizim qo'yilsa, ofitsiant o'zgaradi, menejer o'zgaradimi? Kelgan odam o'zi bilgancha qilmaydi. Bu restoranning o'zini tartib bo'ladi. Shu tartib bo'yicha ishlaydigan qilib, yangi Xo'rik akademiyasi tashkil qildim o'zim. Kuchli bolalarni yig'ib, komanda qilib, уже 4 ta 5 ta joyga xizmat ko'rsatdik. Men ko'rdim Mr. Girgitton, Mr. Girgitton Bilol, kuchli bolalarni eng zo'r hozir shaharda eng zo'r barmenlardan bittasini ishga olganmiz. Bizning komandada ishlaydi. Qaysi joyga borsak, tizim qurgan, u bar bo'yicha barini to'g'irlab, bar bo'yicha yengilliklarni qilib beradi. Eng oxiridagi trenddagi choylar, napitkalar qo'yib beradi. Bizga podpiska biznesi ham bor. O'shani bar bo'yicha biz podpiskaga kelishsak, har oy barning savdosidan 2% beradi bizga. U degani biz kamida o'sha praktikada ko'rsatib berdik. Shu tizimni olgan restoran 25-30% gacha savdosi oshadi. Umumiy savdosida barni o'ziniki emas faqat. Yo'q, faqat bar emas, umumiy savdosi. Barga nisbatan 50% ga desa ham bemalol aytsa bo'ladi. Zo'r. O'sha uchun hozir ofitsiantni shu Bilol bilan shuni targ'ib qilyapmiz. Buni shu kasb deb qarash kerak O'zbekistonda. Kasb deb. Oddiy ish emas ofitsiantlik. Ancha munchadan yaxshi. Oldin shu ish topa olmagan odam birinchi ishxona shu qayergadir borib ofitsiant bo'lib ishlash. Yo'q, hozir unaqa emas. Zamon o'zgardi, servis kuchaydi, odamlarga ham, o'sha restoran egalariga ham yengil hech nima bilmagan ofitsiant hech kimga kerak emas. Vaqtincha ishlaydigan odam ham hech kimga kerak emas. U baribir student bo'lsa, qaysidir vaqt ishlab ketadi. Undan ko'ra har doim bitta joyga sodiq bo'lib, o'sha o'z ishini yaxshi ko'rib, har doim ishlaydigan odam kerak. Biz o'zimiz ham shunaqa odam olgan bo'lardik. Bu o'zi ko'pchilikda katta muammo, shu doimiy ishlash yoki sodiq ishchilar topish Shunaqa. katta muammo. Xo'rik akademiya hozir shunda men tushunishim bo'yicha u kurs va o'sha podpiskali tizimi ham bor. Ya'ni restoranlar bu tizimga podpiska bo'lib, o'sha sotuvdan 2% beradi deysiz. Shunaqa. Hozir bunda kursning narxi qancha bo'ladi shunda? Hozirgi kunda hozir $3000 gaplashyapmiz. Restoranni biz u ofitsiantni yo menejerni o'qitmaymiz. Restoran egasi bilan gaplashamiz. Bizga $3000 pul to'laydi. Boramiz, restoranni polni ko'rib chiqamiz. U restoran bo'ladimi, kafe, uni o'zini nimasidan kelib chiqib, konsepsiyasidan kelib chiqib, biz tizim qo'yib beramiz. Qanaqa, nima qilib ovqat sotasiz, nimalar bor, nima yaxshi ketyapti, nima ketmayapti, nechta odam ishlaydi. Aka, bu savdoga sizda masalan taxminan 30 ta odam ishlayapti. Bu sizni oborotingizga 25 ta odam ham yetadi. Bu tizim qursangiz 25 ta odam ham bemalol buni boshqara oladi. Boramiz, birinchi audit qilamiz, kamchiliklarni yozamiz. Shu bo'yicha bolalar hamma o'zi liniyasi bo'yicha o'qitadi. Keyin oxirida 15 kundan keyin borib kamchiliklarni to'g'irlab, ofitsiantlarni ham o'qitib, ofitsiantlarga KPI sistemaga o'tkazib, oxirida kamchiliklarni aytamizda tizim qurib beramiz. Endi tizim qurib, zakljucheniya berib, sertifikat berib, o'sha onlayn dasturlarimizdan berib, keyingi qaysidir xodim o'zgarsa, o'sha restoran egasi keladi, tanishtiradi. Birinchi mana biz ham tizim bo'yicha ishlaymiz. Uning ichida keldi, ketdisi, kim nima qilsa, xato kim javob beradi, hammasi. Tushuntiradi va video darslikni qo'yib beradi. Mana shu bo'yicha ishlaysan deydi. Shu bo'yicha tizim davom etadi. Ya'ni har 3 oydan borib, ko'rib, kamchiliklar bo'lsa yordam berib turamiz. Zo'r, tizimlashtirishni targ'ib qilayotganingiz menga yoqdi. Bu degani siz o'zingiz ham tizimlashtirish bo'yicha yaxshi tajribaga egasiz va bu degani sizda imkoniyatlar bor filialni ochishga. Ha, xudo xolasa filial уже ikkinchi filialga harakat qilyapmiz. Sababi chet elda shu Saudiyada ochish planlarimiz bor edi. Bir ikkita joy gaplashganda sal egalari bilan kelishmaydi, qaysidir hujjat to'g'ri kelmadi. Xudo xolasa shu parallel ikkinchi filial ham ochiladi. Saudiyada ham tezroq ochish niyat bor. Bu yerda ovqatlardan o'zbek ovqatlari kam bo'lsa kerak. O'zbek kuxnyasi sekin ko'payyapti уже. Saudiyada, Madinada, Makkada ham, shu Madina, Makkada ochish nimamiz bor. Hozirgi kunda adashmasam 1 yilda 500 mingta, 600 mingta odam umra o'ziga ketyapti O'zbekistondan. Bu degani baribir ibodatga borgan odamga kuch-quvvat kerak. O'zimizni ovqat sog'inadi. O'sha uchun hozir o'sha Makkadan o'zida bir 10 ga yaqin restoran ochilgan, o'zbek restorani. Yaxshi, o'sha hozir odamlar o'rganib qoldi. Biz ham shunga harakat qilamiz, bozorga kirishga, xudo xolasa. Zo'r. Xursandman eshitganimdan. Omadingiz bersin. Yaqinda ko'rdim, menyuga yangicha taom qo'shdingiz. Xorazm Gamburg yoki Xorazm burger. Men o'zi bilaman, Xorazm Gamburg
siz qo'shgan narsa, siz kiritgan narsa sal boshqacharoq. Shunaqa. Bu qanaqa retsept o'zgartirish bo'ldimi yoki qanaqadan yangilikmi bu? Xorazm Gamburg Liboy viloyatdan, Liboy davlatdan O'zbekistonga kelgan odam Xorazmga borganda yegan. Xorazm kim mehmon kelsa, biz birinchi Gamburg yediramiz. Gamburg yegan odam unga kasal bo'lib qoladi. Bizani Xorazm Gamburg hozir restoranda u fast foodga kiradi asosan. Uni restoranga qo'shib bo'lmaydi. Lekin mehmonlar Gamburg ham ochinglar, Gamburg ham ochinglar. Toshkentda bor 3 ta joyda. Lekin shu talab bo'lgani uchun shunaqa shuni ta'miga yaqin bo'lgan zo'r qilib Xorazm Gamburgni boshqa ovqat qo'shdik. To'g'ri, u Xorazm Gamburg bilan bir xil emas, lekin undan ham shirinroq. Yana shu biz go'sht Xorazmdan keladi. O'sha Gamburg yeyish xohlagan odam kelsa, o'sha o'rnini bosadigan ovqat qildik. Ko'proq takoga o'xshab ketadigan ovqatga. Shunaqa. Xamir qalin bo'ladi. O'zi bilsangiz Xorazmni Gamburgini biz buni xamirini yupqaroq qilib, odamlar yesa maza yeydigan qilib. Faqatdan aka, mana restoran biznesiga kirayotgan odamlarga bu biznesga kirishga tavsiya berasizmi? Qanaqa masalan, o'zini investitsiyasi bilan kelish kerakmi yoki o'zini puli bilan kelish kerakmi? Restoran biznesiga o'zi kredit xato narsa. Kimnidir puli bilan yoki kredit bilan kirish juda xato. Chunki restoran biznesini to'g'ri boshqarmasa, o'zini oqlash juda qiyin. O'zini oqlashi naroqda tursin, yopilib ketishi ham mumkin. Boya gaplashganimizdek. Shuning uchun restoran sohasiga birinchi ilmini olib, o'zi ham bir narsani ilmi bor. Ilmini olib, o'rganib, bizdan oldin qilganlardan so'rab, nima qilish kerak? Chunki kimlardir qimmatga tushgan xatosi kimlargadir bepul bersa bo'ladi. So'rash kerak. Nima xato qilsam, qilmasligim kerak restoran ochish uchun. Nima kamchiliklar bor. Birinchi bu sohaga o'zi ichida ishlagan bo'lish kerak. Eng yaxshi restoranlar ham egalari ham noldan qilgan bo'ladi. Yo ofisant bo'lgan vaqtida, yo shu menejer bo'lgan, upravleniyaga noldan chiqib ishlab, oxiri pul topib restoran ochadi. Kimdirlar shef-povar ochgan. Yaxshi shef-povar zo'r qiladi, ovqatni biladi, kuxnyani tushungani uchun restoran ochadi. Endi faqat kuxnyani bilgan bilan boshqaruvni bilmasa ham bo'lmaydi. Shuning uchun restoran uchun albatta ilmini o'rganib, boshqalardan so'rab, bir ikkita restoran bo'yicha ustozlar bor, shular aytadi. Birinchi restoranimiz kafe ochish kerak deydi. Kofe, keyin kichkina bufet deydi. U sizni deydi maktab, zo'r maktab bo'ladi. Chunki o'tda kuxnyada zakup kichkina, mahsulotlar soni kam. O'sha yerdan ana to'g'rilab xatolarni o'rganib deydi, keyin restoran ochgan ma'qul. Birinchi kichkina eksperiment qilib, o'shanday xatolarni keyin to'g'rilab. O'zi umuman bozorda yana restoran ochishga talab qanchalik bor hozir? Toshkentda masalan, poytaxtda deylik. Toshkentda hozir restoran biznesiga talab katta. Sababi masalan o'sha mashhur hamma bilgan Noviklar ham, Orlovlar ham kelib ochib turibdi. Ularni boshqa davlatda ochganlari O'zbekistondaqa savdo qila olmayapti. O'zbekistonda yaxshi kuxnyaga, tem bo'li Toshkentda hozir yaxshi biznesmenlar, puli ko'p odamlar Toshkentda yashaydi, biznes shu yerda. O'sha uchun yaxshi restoran, yaxshi servisga talab katta. Faqatdan aka, restoranda shunaqa holat bo'lganmi? Ya'ni savdolar oshadi, pul bor, lekin undan foyda kam. Bo'ladi. Bu 100% hamma restoranda bo'lgan. 100% Liboy kim ochgan bo'lsa ham, sababi nimada? Sababi restoran ochasiz, o'zimizdan boshida Yangi yilga ochganmiz, savdo zo'r, banketlar, korporativkalar bo'lib turibdi. Savdo zo'r, foyda kam. Uni boy aytganning bozorni to'g'irlash kerak. Birinchidan bozorni o'rganib, mahsulotlarni yaxshi optim joylardan birinchi qo'ldan olasiz. Ikkinchi muammo kuxnyada. Sizni povurlar o'g'irlik boshqa yo'q. Unaqa go'shingizni uyiga o'g'irlab olib ketmaydi, lekin o'g'irlik qiladi. Qanaqa? Sizni aytgan narsa bo'yicha ishlamaydi. Ya'ni tek qartadigan narsa bor. Masalan, bitta mahsulotga, bitta ovqatga 200 gram go'sht solish kerak. Ular taxminan o'lchaydi. 210 gram, 220 gram masalan. Taxminan ular qo'lida o'rganib qo'ygan, na glas o'lchaydi. O'sha narsa eng katta xatoga olib keladi, kerak bo'lsa minusga ham olib keladi. Bitta ovqatda masalan 200 gram solish kerak bo'lsa, 220 gram soldi. U ovqatdan bir kunda 20 ta sotiladi desak, bir kunda 400 gram. Go'sht o'zi yutqizdingiz. U endi lahm go'sht bo'lsa, kilosi 200 mingdan. Bir kunda 100 ming so'm. Shundan. Hali bitta ovqatda kuxnyada 60-70 xil ovqat bor.
u degani o'sha savdo zo'r bo'ladi, foyda kam bo'lib turgan bo'lsa, значит, birinchi o'chirda kuxnyani to'g'irlash kerak. Zakupni, keyin tex karta deydi. Nima tartib bo'yicha gramma-gram o'lchash kerak. Har 10 kunlikda asatga olamiz hozir. Boshida 1 oyda olardik. Keyin ochilgan payti o'ziga yarasha muammolar tiqilib yotadi. Reklama qilish, bu yoqda mehmonlarni kutib olish, yangi ishchilarni tartib tizimlashtirish kerak. O'sha paytda bizda ham bo'lgan. Yangi yil oldi savdo zo'r, foyda juda kam. O'rganganmiz nimadaligini o'shanda kuxnyani to'g'irlaganmiz keyin. Har biriga povurlarga mana shu bo'yicha ishlaysan, har 10 kunda asatga olamiz. Kamomad chiqsa bo'ldi, bu saniki. O'zi to'laydi, o'zi oyligidan olib qoladi. O'zi yaxshi restoran bo'lish uchun, mazali taomlar bo'lish uchun kuxnyada talantli oshpazlar bo'lishi muhimmi yoki tizimmi buni hammasi? O'zi yaxshi restoran degandan keyin o'sha yaxshi ishchilar olasiz. Oddiy, yangi chiqayotgan, noldan birga o'rganaman degan odam bizga kerak emas. Yaxshi restoranga yaxshi ishlagan professional odamni olasiz. Ularning yonida talantli odam deganda to'g'ri ularga shogird olasiz. Zo'r, shu kasb o'rganaman, shundan non topaman, oila boqaman degan bolalarni olamiz. O'zimiz ham nechta shogirdlar olib, hozir уже 1 yilning ichida normal shef-povur darajasiga yetgan bolalar bor. Noldan kelgan, ishlayman degan. Endi imенно bizdagi mahsulotlarni oldin tayyorlamagan. Lekin kuxnya bo'yicha tushunchasi bor, fundament bor. Bolalar keladi, o'zida yuragida o'ti bor deydi. Keladi, o'rganadi, ma'lum vaqt ichida juda tez. Shu tizimga o'rganib ketadi. Libo xohlagan narsani qilib beradi. Ya'ni qanotda oshpaz almashsa mijozda sezadimi bu narsa? Yo'q. Mijozda sezmaydi, chunki boya aytganim tizim qo'yilgan. Nima mahsulot necha minut pishishi kerak, nimada mahsulotda pishishi kerak, qancha davrda podacha berish kerak, necha minutda chiqishi kerak, u shef-povur bo'ladimi, bo'lmaydimi, uni yordamchisi bo'ladimi, o'sha tizim yaratilgan, hammani qo'lida dokumenti bor. Shu bo'yicha ishlaydi. O'zi oshpazlar, sizda qanotdagi oshpazlar qancha maosh oladi bir oyda? Oshpazlar hammasi o'zini stajidan, o'zini ko'rsatadigan xizmatdan kelib chiqib qoladi. Eng oddiy oshpaz, eng oddiy 9 million so'm oylik oladi. Yaxshi. Bizda 25 ga yaqin povur bor. Eng oddiy 9 million so'm oylik oladi. Shundan kelib chiqib bilsangiz bo'ladi. Eng tepasi shunda ofisiantdan ko'proq oladi, chunki ofisiant 30 million topishi mumkin. Undan yaxshi oladi oshpazlar. Nimaga aynan qanotini tanlash uchun mijozlarni siz qanaqa sabab ko'rsatib bergan bo'lardingiz? Sababi birinchisi Xorazm va Yevropa taomlari. Xorazm va Yevropa taomlarini premium darajadagi restoran qilganmiz. Bemalol kelib, yeb ko'rsa o'sha biladi. Bizga shu paytgacha qayta sotuv bo'yicha ishlamaymiz. Bitta kelgan mijozni yana uni chaqirish uchun nimadir aksiyalar qilmaymiz. O'sha bitta kelgan odam bizda har doim doimiy mijoz bo'lib qoladi. O'zumuman marketing taraflama olsak, restoranlarni marketing qilish qiyinmi? Men ko'raman, raqobat juda ham kuchli. Hamma restoran Instagramda bor, uni yuritishadi, targetlar yoqishadi. Qancha sarflaysiz va qancha o'zini oqlaydi masalan? Marketing bo'limi bor. Bu yerda ham 5-6 ta bola ishlaydi. Biz ularga yaxshigina pul to'laymiz. Aytmoqman, shu 1 oylik yurishga savdodan kamida 3%. Ko'proq narsa xohlasak 5% gacha pul to'laymiz. Endi 5% qachon bo'ladi? Biz har oyda 2 oyda bir artistlarni olib kelib kechki bazmlarni qilamiz. Xorazm artistlarini, Toshkentning artistlarini, odamlarni, shu kelib yurgan odamlar bizda doimiy mijozlar ko'p. Shular bir yangilik qilib turish, ularga yaxshi kayfiyat ulash uchun artistlarni olib kelib turamiz, ashulachilarni. O'shanda bir 5% gacha oshishi mumkin. Keyingi masala reklama bo'yicha o'ziga yarasha men o'zi talablarim bor. O'zim sal qiziqaman, yaxshi tushunaman. Bir oyda 10 ta post qo'yamiz. Xanatiga 10 ta post qo'yamiz. 8 ta ham qo'ygan paytimiz bor. 10 tadan oshmaydi, aniq. Sababi shunaqa restoranlar bilan 60 ta qo'yadi. Kuniga 2 ta video qo'yadi. Endi hammaning o'zining yo'nalishi bor. Bozordan kelib chiqib, endi u 60 ta qo'ydi degani zo'r talab ko'pligidan emas. Biz o'zimizni o'sha liboy restoran bilan solishtira olaman, bemalol sifat bo'yicha, ideya bo'yicha ham bizaniki ancha media taraflama yaxshi. Sababi nima qilasiz? Bizda sezonniy narsa bo'lmasa, har doim kuxnya bir xil. Sezonniy bo'ladi nima? Masalan, baliq sezon kelganda, kuz kelganda baliqni reklama qilishimiz mumkin. Yoz kelganda shivit oshi
yozgi muzdek ovqatlarni reklama qilishimiz mumkin. Lekin asosan shu o'zimizda bor mahsulotlarni yanada chiroyli, sifatli yoritib turamiz, bo'ldi. Faxriddin aka, bugungi suhbat uchun katta rahmat. Bizga Rahmat ajratgan sizga. vaqtingiz uchun, bizani mezbon bo'lganingiz uchun bizga. Xanate restoraniga va siz ishlaydigan omad tilaymiz. Rahmat katta sizlarga ham vaqt ajratib, hurmat qilib taklif qilganinglar uchun. Xohlasa yana har yili qayta yangiliklar qilganda ham ko'rish turish nasib qilsin. Hammani Xanate restoraniga taklif qilib qolaman.